bitta yo'mniti eshagimga yetyapti-da. Ona o'lgandan keyin o'rnini xola bosadi. Ota o'lgandan keyin o'rnini amaki bosadi deb qo'yadi. Ginida bilasiz, ota-onangni o'rni bitta. Hech kim, na amaki, na xolang ota-onangni o'rnini hech qachon bosa olmaydi. Qo'pol qilib aytganda, onangni harom tukiga ham arzimaydi hech kim. Tushundingmi? Onangni boshqasidan qidirmagin. Onangni, otangni o'rni bitta. Ertaga yo'qotsang topolmaydigan boyliklaring bu ota-onang. Hozir qadriga yetmasang, hozir duoligini olib qolmasang, ertaga kech bo'lgandan keyin boshingni devorga urasanmi, g'ishga urasanmi, foydasi yo'q. Ota-onang ketgandan keyin topa olmaysan. Tavba qildim. Bir xil yo'mnitiylar bor-ku, ota-onasi o'lgandan keyin tirik bo'lganlarda unaqa qilardim, bunaqa qilardim deydi. Tirik paytida ota-onang nimaga qilmading shu ishlarni? O'sha paytda kalla o'rnida ko'ting bilan o'ylaganmiding? Nidagon devorasida. Odamni asabi o'ynab ketadi. Ayniqsa ota-onasiga tik qarab xohlagan gapini gapirayotgan yo'mnitiylarni ko'rsam jahlim chiqib ketadi. Ko'chaydilarga chiroyli muomala qilma, uyingdagilarga qil. Qancha chiroyli muomala qilsang. Cho'rt jalab, miyangni go'shiga iskisan, dalba yo'pla.